Onlayn norasmiy tarjima funksiyasi. Lexus tizimida Online Translate, ya'ni onlayn tarjima funksiyasi mavjud. Online Translate belgisi foydalanuvchilarga butun tizimdagi ma'lumotlarni hamda barcha turdagi hujjatlarni 56 tilga norasmiy tarjima qilish imkonini beradi. Mazkur belgi tizimga kirilganda hamda hujjat matnni ichiga kirilganda tizimning yuqori o'ng burchagida joylashgan. Online Translate belgisi bosilganida tizimdagi ma'lumotlar hamda hujjatlar matnni shu vaqtning o'zida foydalanuvchi tomonidan tanlangan tilga avtomatik tarzda norasmiy tarjima qilinadi. Online Translate belgisi bosilganidan keyin foydalanuvchilar tizimni uning oldingi holatiga qaytarish uchun tizimning yuqori chap burchagida paydo bo'lgan "Показать исходный текст" yozuvli tugmani bosishlari kifoya.